tushunartishiga erishildi. Tuman hokimi o'rinbosarlari, tegishli tashkilot korxona rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Bir aniqlangan 252 ta qonun buzilishi yuzasidan 57 ta prokuror nazorat hujjatlari qo'llanildi hamda 37 nafar shaxslarning o'zi guvohlari tiklandi. Davlat organlarining qonunchilik talabiga zid bo'lgan 2 ta huquqiy hujjatga protest keltirildi. 12 nafar mansabdor shaxslar nomiga ta'minnoma kiritildi. 2 nafar shaxslar qonun buzishga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirildi. 18 nafar shaxslar intizomiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi. Bu yo'nalishda 8 ta holatda jinoyat ishlari qo'zg'atilib, davlat manfaatida sudlarga 12 ta da'vo izlari kiritildi. Beshinchisi, ichki ishlar organlarida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat yo'nalishida. Bu yo'nalishda 6 oyda jami 26 ta tekshiruvlar o'tkazildi. 1532 ta qonun buzish holatlari aniqlanib, noqonuniy hujjatlarga 41 ta protestlar kiritildi. Shundan 40 tasi bekor qilinishi, 2 tasi o'zgartirish ta'minlandi. Bundan tashqari 40 ta ta'minnomalar kiritilib, ichki ishlar tomonidan qabul qilingan 100 ta qarorlar qonunga muvofiqligi o'rganilib bekor qilindi. 95 ta holat bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilishi ta'minlandi. Kelgusi yarim yillikda ish rejada 2026-yilda ikkinchi hamda berilgan zarur choralarni yo'nalish bo'yicha ustuvor vazifalar ta'minlab olindi. Omillar atroflicha tahlil qilindi. Hisobot davrida tumanda jami 666 ta jinoyat qayd etilgani, ayrim jinoyat turlari bo'yicha ijobiy natijalarga erishilgan bo'lsa-da, jinoyatchilik darajasi yuqori bo'lgan ayrim mahallalarda profilaktik ishlarni yanada kuchaytirish zarurligi qayd etildi.